Buni mana funksiyasini bitta bosib yuborsak, o'zi avtomatik ichini suvga to'ldirishni boshlaydi. Mana shunaqa qilib choynaklarni to'ldiraveradi. Bu funksiyasini bosib yuborsak, o'zi avtomatik suvlarni quyib beraveradi. Bitta bossangiz o'zi avtomatik o'chadi. Plansheti sensorli bo'ladi. Sut uchun, asal uchun, kofelar uchun alohida gradusli rejimlari bor. Shu gradusda choyingizni qaynatib beradi. Xolis siz bu yoqqa damlab olasiz. Bu funksiyasini bosib qo'yasiz, o'zi damlangan choy issiq suvga berib turadi. Bu Uaken firmasidan Tiabar kuler hisoblanadi. O'zini boshqarish uchun pultlari ham chiqadi. Bu kulerimizni nijniy загрузка hisoblanadi. Pastki qavatini ochganingizda 5 litrdan 19 litrgacha bo'lgan suvlarni bemalol trubkasini tiqib qo'yib ishlataverasiz. Bu kulerimizni 45 gradusdan 100 gradusgacha bo'lgan diapazonda sizga suvlaringizni ushlab bera oladi. Pastki qismida o'zini mana shunaqa mini tortmasi bo'ladi. Bu yerga bemalol banishli suvlarni ham terib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narxi $119. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa chiqaverasiz.